Ishemik insultning lakunar infarkt yana bir xususiyatlari ateroskleroz bilan ko'pincha ekstrakranial tomirlar ta'sirlanadi. Umumiy karotid arteriyalarining joylashuvida umurtqa arteriyalarining teshiklari yaqinida ma'lum bir naqsh kuzatiladi. Bosh miyada qon aylanishining buzilishi bronxiotsefal magistral qon tomir, umrov osti arteriyalari va aorta yoyining okklyuziyasi tufayli ham yuzaga keladi. Bu bosh miyaning ta'minlaydigan ekstrakranial qon tomirlarining stenozi bilan qon oqimining pasayishi qismi va ba'zida to'liq stenoz distal joylashgan. Bu tomirlarning anastomozlari bilan qon ta'minlanadi. Katta magistral qon tomirlarining stenozi tufayli kelib chiqadigan insultlar ko'pincha transkranial cerebrovaskulyar qon aylanishi buzilishi xususiyatiga ega yoki kichik insultlar sifatida rivojlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.